Men seni oddiy so'ramadim. Butun vujudim, hislarim ila so'radim. Men doim o'z holatimni kimgadir anglatishga harakat qildim, lekin anglata olmadim. Meni tinglaydigan, tushuna oladigan inson topolmadim. Va sen yonimda bo'lmasang ham senga atab juda ko'p narsalar, jumlalar yozdim. Aqlimga va qalbimga muhrladim seni. Doim yonimda ekanligingga ishontirdim o'zimni. Menga seni birgina isming, visoling yetarli. Sog'inchimni bosishga. Hozircha yonimda bo'lmasang-da hayotimda borliging uchun seni sevdim. Qadrladim va kutdim seni. O'ylaymanki, kutishlarim, tunda sen uchun yozganlarim va yozuqlarimdagi ko'z yoshlarimga arzigan holda kelasan. Ha, albatta shunday bo'ladi. Bunga ishonaman. To'g'ri, xatolarim ham, gunohlarim ham bisyor, lekin kimda xato yo'q deysan. Kim gunohkor emas deb bilasan. Afsuski, barchamiz gunohkor bandalarmiz. Tavba qilishga imkoniyatimiz bor ekan, shoshilishimiz, tavba eshiklari yopilmasidan oldin uning huzuriga otlanishimiz lozim. Har tunda Robbimdan seni so'rab duo qilaman. So'raganda ham oddiy so'ramayman. Ya Robbim, uni menga ato et deya so'radim. Qalbimni va aqlimda nima bo'lsa shular ila so'radim. Butun vujudim, hislarim ila so'radim. Bilaman, uchrashuv oni yaqinlashmoqda. Seni ko'rganim zahoti o'zimni yo'qotib qo'yaman. O'sha timqora ko'zlaringning ichida menga bir marta qiyo boqsang bas. Men o'zimni baxtiyor his etaman. Va shu vaqtgacha chekkan barcha ozorlarimni unutaman. Dardlar esa meni tark eta boshlaydi. Qorong'ulik endi meni xushlamay qo'yadi. Sen kelsang, hammasi mendan voz kechadi. Birgina sen kelsang yetarli.